siz menga kelganingizda matkada operatsiya deb keluvdingiz, olib tashlash kerak dedingiz o'shanda, chunki mioma katta edi, 10 matka 10 santimetrdan katta edi. Oxirgi marta ko'rganimizda matka 52 millimetr chiqqan ekan, u miomalar hammasi so'rilib bo'ldi, ikkita kichkinasi qoldi. 9 santimetrlikmi, 9 santimetrli mioma bo'lgan. Xo'p, bachadon bo'yni hozir top-toza, spiralni ipi yo'q, ko'rinmayapti. Qo'lingizni tiqib yuvadigan odatingiz bo'lsa, balkim tushib ketdi. Yo o'zi ichkariga kirib ketgan bo'lishi mumkin. Oldirayotganingizda endi faqat o'zimga kelasiz, o'zim olib beraman bu spiralni. O'tgan gal ham bo'ldi, yaxshiman-ku, olib tashlang dedingiz. Qimmat spiral, 10 yil srogi bo'lgani uchun tegmay turaylik, opa, o'sha 2-3 santimetrli miomangiz ham so'rilib olsin, keyin olamiz dedik. Matka hozir mana shu holatda. Noksimon juda ham chiroyli, juda ham yaxshi. Chap ko'kraklarda ozgina qattiqlashish, fibroz bor. O'zi fibrozlar har doim ikkala ko'krakda uchraydi. Chapingizda saqal virjinliroq ekan. Hozir ko'ramiz, limfa og'riyaptimi, tuxumdon og'riyaptimi. Tuxumdonda hech narsa ko'rganim yo'q, limfa